Men bu narsani ko'rib sotib olmagunimcha jinni bola bo'lgan ekanman. Nimaga unaqa deyotgan bo'lsanglar, kamida 1 million so'mdan 1,5 million so'mgacha pulimni tejaman. Nimaga unaqa deyapman? Mo'ykada mashinalarni yudiradigan bo'lsanglar, yaxshiroq mo'ykalar 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha yuvadi. Agar siz men bu narsani sotib oladigan bo'lsangiz, yozgi kunida bilaman isib ketasiz. Mashinangizni mo'yka qilgisi kelib qoladi. Hamma o'zini mashinasini o'zi mo'yka qilgisi keladi, chunki ko'ngildagidek yuvadi. Mana men bu narsani olib qo'yadigan bo'lsangiz, uyingizda napor bo'lmasa ham, shuni motorchiga ulab qo'yasiz. Maza qilib mashinangizni yuvsangiz bo'ladi. Polvon brendidan deysizmi, Tolsendan, Pikdan, xullas epadan xohlagan brendingizdan mana bunaqa karchalarni olib ketsangiz bo'ladi, do'konimizda mavjud. Endi borku men buni bitta sinab ko'rsatib beraman, maza qilib olasiz. Mana buni qarang. Buni bor, mana bunaqa versiyalarga qo'ysangiz ham bo'ladi. Uyingizga olib qo'yadigan bo'lsangiz, vobshe maza qilib oladigan joyi, oka. Buni qayerdan olaman deydigan bo'lsangiz, Teplый domdan olsangiz bo'ladi. Xullas, yoqqan bo'lsa, telefon qilasiz, pastda nomer qoldiraman, dastlabki qilib bersangiz, dastlabkasi ham bor. Unaqa qimmat emas. 1 million so'mdan 1,5 million so'mga tushib turadi. Endi kattaligiga qarab narxi ham katta bo'lib ketaveradi. Instagramga, Telegramga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, 5% skidkani ham siz uchun qo'yib yuborganmiz. Bosish kerak, murojaat qilsanglar, dastlabkamiz ham sizlar uchun bor.